Payg'ambarimiz alayhissalom aytganlar hadislarida Alloh ko'p mehnat qiluvchilarni yaxshi ko'radi deb qo'li qadoq bo'lib ketgan odamni qo'lini ushlab turib shu gapni aytganlar. Mehnat qilavergandan mana qo'llari, ko'jalarni oralari yorilib shuna bo'lib ketganlar bo'ladi. Qo'lini ming yuvsin ham pokiza bo'lmaganga o'xshaydi. Mabodo o'shanaqangi odamlar bilan yonida o'tirib qolsangiz, bitta tovoqda osh yeganda ko'nglingizga keltirmang. Nabarot xursand bo'lingki, Alloh yaxshi ko'rgan insonni qo'li siz bilan bitta tovoqda yeyapti. Bu baxt siz uchun. Deb ushlaganingizda mayli qadag'mi, u qo'lni qo'yib yubormang. Ushlang biror minut. Qadaq bo'lsa ushlang. Nimaga? U mehnat qilgan u. U Alloh yaxshi ko'radigan qo'l u. Mehnati bilan u topgan pulini arag'iga, bir yomon ishiga ishlatmayotgan bo'lsa bo'ldi. Alloh yaxshi ko'radi. Alloh yaxshi ko'rish uchun men ko'p aytaman sizlarga. Domla, qoraka, hojaka bo'lish shart emas. Alloh yaxshi ko'radigan inson bo'lish uchun yaxshi odam bo'ling, bo'ldi, tamom. Siz kimsiz? Ijtimoiy kelib chiqishingiz nima? Uyingizda sharoitingiz nima? Umuman farqi yo'q. Allohning do'sti bo'lish, Allohni yaxshi ko'rgan bandasi, jannatli inson bo'lish uchun buni umuman qizig'i yo'q. Biz Alloh qilma degan shariat qaytargan narsalardan uzoqda, Alloh qil degan narsalarda yaqin